Assalomu alaykum aziz kitob ixlosmandlari. Romitan tuman axborot kutubxona markazi atoqli o'zbek adibi Mirmuhsin ijodiga mansub Ilon uchi romani asosida yaratilgan book treylerni taqdim etadi. Romanning etik va estetik jihatlari, undagi inson qadri, milliy urf-odatlar, qadriyatlar, axloqiy tomonlari haqida fikr yuritamiz. Bu roman 4 fasldan iborat. Ilon uchi romanida 1896-1990 o'tish davri voqealari tasvirlab berilgan. Umr so'qmoqlarida har bir inson o'zining xatti-harakati va qilmish-qidirmishlariga yarasha javob oladi. Bunday hol jamiyat va tabiat hodisalariga ham daxldordir. Kitobxonlar e'tiboriga tushgan ushbu asar voqealari zamirida ana shunday umum insoniy xulosa yotadi va qiziqarligi bilan kitobxonni rom qiladi. Avvalambor e'tiborimizni tortayotgan asarning sarlavhasi haqida to'xtalib o'tsak, asarda shunday rivoyat keladi. Fil jabr chekkan kimsadan 10 yillardan keyin ham o'ch olarmish. Ot 3-4 yilgacha unutmaydi. It undan ham ko'proq xafa bo'lib yuradi. Ammo ilonning jufti qasd qilgan kimsani umr bo'yi poylab yuradi. Mirmuhsin o'zining bu romanida halollik va riyokorlik hamma vaqt to'qnashuvda bo'lishini ko'rsatadi. Tarixan qadimiy o'z adabiyotimizda bu kurash asosiy mazmunni kashf etib, juda ko'p nasriy asarlar yaratilgandir. Hatto mansabdor o'zbek oilasining qizi Nigora qismati, uning fojiaviy muhabbati ham halollik bilan riyokorlik olishuvi o'rtasida toblanadi. Yuqorida aytilganiga ko'ra, ilon o'ldirilgan o'z jufti uchun qachonlardir o'ch oladi deyiladi. Romanning bosh qahramoni ziyoli oila farzandi Nigora va bo'lajak doktor Habibdir. Asar voqealari bevosita bosh qahramonlar hayoti, ular bilan bog'liq ravishda sodir bo'ladigan hodisalar orqali gavzalanadi. Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, asarni o'qigan sari 45 hikoya o'z ketma-ketligi bilan o'quvchiga qiziqish uyg'otadi. Falsafiy va hayoti mushohada qilishda chorlaydi.